Xalqim assalomu alaykum, yana ham aytaman, yodimdan chiqib ketdi. Ko'plar mana buni olyapti. Nima deydi? Alovga kuydirib bo'lyapti. Bu kuydirilayotgan narsa emas bu. Atverka bilan mana bu yerdan o'tsanglar ko'tariladi. Iltimos qiladi. Akkuratni olinglar, qilayotganlar ishlaringizni xom qilmanglar. Akkuratni olinglar iloji bo'lsa. Keyin mana bu kompyuterda chiqadi. Mana bu narsani ko'rsatganim yodlaridan chiqmasin mana. Kompyuterda mana yaltirab turibdi. Ko'rdinglarmi? Bu ham akkurat olinadi bular ham. Bitta olinadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bunday mana bu yerda ham bor mana. Ko'rdingizmi? Mana buni motorida ham bor, buni motorida ham. Mana shunaqa gap xalqim. Iloji bo'lsa mana bunaqa telefonni kamroq qarang. Mana tangachalik yo'q. Ko'ryapsizmi? Bu Xitoy bu. Bu original emas, bu Xitoy bu. Mana. Bor mana suv yurg'izilgan mana nomiga. Ana bilan chista original mana qarang. Bu bilan buni farqi bor xalqim. Mana qarang. Mana ko'rsatyapman mana. Bu bilan bu farqi bor. Bu chista original. Xitoy bu. Mana original. Ko'ryapsizmi? Bu xilla Xitoyni ham qo'shaveryapti. Original bilan bitta qilib. Yo'q, unday qilmanglar. Buni alohida tayyorlang. Buni alohida tayyorlang. Tushundingizmi? Limonli kislota. Yodingizdan chiqarmang. Buni mana bu tillalari ketgandan keyin buni mana ko'rgan bo'lsangiz men olganman. Mana yo'q bunda. Mana qarang. Keyin mana bular bor. Ana bularni ham olasizlar. Ana bularni yechib olasiz. Keyin bu plata pishadi bu. Kuydiriladi bular. Mana olingan. Ko'ryapsizmi? Olganman. Mana qarang. Mana xalqim mana e'tibor beringlar, mana shularni ham olasizlar. Limonli kislotadan chiqqandan keyin. Nima arzor qilib ko'rsatganim. Mana bu hech narsa olinmaydi, mana qarang. Hech narsa olinmaydi. Bu alovga yonadi faqat. Bunda kumush chiqadi. Ruschasi serebro deydi. Mana ko'rdingizmi xalqim? Mana serebro. Agar mana yerda nima bo'lsa, endi bilmadim, endi peshonadan ko'ramiz. Bu baribir ajralib chiqadi buni narsa. Ajralib chiqadi nima borligini. U azotni bilan salonli kislota aytadi buni dardini. Keyin gidrasini aytishga ham mumkin. Xudo xohlasa ko'rsataman. Bularni ham hammasini azor qilib ko'rsataman. Kimda shunday narsa bo'lsa, qiynalmaydi. Oson bu. Tez bo'ladigan narsa bu. Agar shu narsa